Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Uyğur davasının hazırkı yüzünüşü və axırkı məqsəd doğrusunda söhbət ilib barımız. Biz bu münasibət bilan Amerikadakı Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşu İdarə Heyəti rəisi Nuri Türkel əfəndi bilan Dünya Uyğur Qurultayının müavin rəisi və Türkiyə Hacıtepe Universitetinin dotsenti Erkin Əkrəm əfəndini bu söhbətə alayı təklif qıldıq. Söhbətimizə xoş gəldiniz. Rəhmət sizə. Xitay hökuməti 2016 yılı 8 ayda Çinçuangoni Uyğur rayonunun partiya sekretari qılıb təyinləyəndən keyin o Xitay hökumətinin Uyğurlarga uzun illərdən beri qaratqan siyasətinin mahiyetini tüptün özgərtib, bugünkü gündə 1 milyondan 3 milyongacha Uyğur, Qazaq, Qırğız, Özbək və Tatar qatarlıq yerlik Türkiy və Müslüman xalqlarını cəza lagerlərinə taşıldı. Bunu azlab Xitay hökuməti yana bütkül Uyğur rayonunu bir yuqori texnikalik saqçı dövlətiga aylandırıb, lager sirtidagi Uyğurlarmı xuddi türmə ishida yaşagandek bir vaziyatni keltirib chiqardi. Bundan boshqa Xitay hökuməti yana o'ziga nurg'un yillardan beri sadoqatmanlik bilan xizmat qilib kelgan Nur Bakri qatorliq bir qism yuqori darajalik Uyğur amaldorlarni tutib sotildi. Natijada nurg'un Uyğur va g'arblik kuzatuvchilar Xitay hökuməti Uyğurlarni bir millat sifatida dushman deb qarab, ularga qarshi madaniy qirg'inchilik ilib beryotidi deb yakunlarni chiqardi. Xitoy hukumatı 1 milyondan 3 milyongacha Uyğur boshchiligidagi yerlik millatlarni lagerlarga so'lgandan beri bu lagerlarni taqab, lagerlar ichidagi xalqlarni qutqizish muajiratdagi Uyğur tashkilotlarining eng muhim vazifasiga aylangan bo'ldi. Ammo bu lagerlarning taqilishi yoki taqalmasligi Uyğur tashkilotlarining ilib berayotgan hozirgi harakatlari va kelgusidagi planlarga qanday ta'sirlarni ko'rsatadi. Buna bo'lsa birinchi savolni men Erkin əfəndidən başlay. 2017 yılının 5-dən başlap lager məselesi payda bolğandan beri məyli Dünya Uyğur Qurultayı bolsun, yoki onun qaraşlıq Amerika Uyğur Birləşməsi bolsun, həmmisi asasən bütün zehni bilən gücünü lagerlarını taqab, ularning içindəki Uyğurlarning qoyub beriş üçün hərəkət edib bardı. Amma məyli Dünya Uyğur Qurultayı bolsun və yoki başqa təşkilatlar bolsun, onlarning qısqa müddətlik və uzun müddətlik hərəkət planları bo'lishi kerak. Albatta. Sizningcha bu uzun muddatlik ham qisqa muddatlik bu planlari qanday bir planlar bo'lishi kerak? Aslında Şərq Türkistan davası hazırgacha 135 yıldan beri devam qılıvatıdır. O 135 yıldan beri bazı vaqtlarda başqa bu cəza verişinki üslublarını tepəkəgən. Bu da ki bu cəza üslubu bək iğir oldu. Yani 21. əsrdə insanlıqqa qarşı bir siyasetine ilip bir vatıdır. Şununla bu zörür bir mesele boğaçka çeteldeki teşkilatlar bu işe ehemmiyet bir vatıdır ve köpünce zaman ve vakit, enerji bununla kit vardı. Gün belki bu ceza lagerden başka, yani bir başka bir hıl ceza bir iş uslubunu mu kılıdı da oylayman. Şunlaşka hazır şu ceza lagerge karşı çıkış hem halkaradan bir kollaşını kolgu düşürüşte hem de bu milli birlikni qoğdaydıgan ve şundaqla Şərq Türkistanlıqlarga qarta qılınğan bir cəza boğaçqa, cəzası boğaçqa Şərq Türkistanlıqlarını birləşdirdiğən bir əhval peyda buluvadıdır. Qattiq qollluq bilan bunu yürgüzüb, ahırı bu Uyğur kimligini ya da Şərq Türkistan kimligini yoxutuşununki koyuda. Şununla bu Xitay əməldarlarınınki bir mükeyli yaman boğanlığını görüyorsunuz. Ama bu tuyuksuzlar peyda bulup kalan neyse emez. Bu başta Xitay'nın ki şu tədqiqatçılar başta oturup koygan neyse bular. Yani bu Şərq Türkistan meselesine yıldızdan hal kılış için muşunda bir ceza lagerini başta muşunda sözlergen. Bu plan bile birlikte biz bazı Xitay'daki emeldarlarının ki iğizdimi biliyorsunuz. Misalga şu otka doğru çeçip hemmisini yok degandek tadbirlar qılıwadı. Hem de teşkilatlar hem de şu ahvalga qarab, hem xalqarada hem şu nima Uyğur cemaatinin içinde şu karşı siyasetine ilip yürüyordu ve Xitayning qilmishligini fash qılıwadı ve xalqaradaki bu insan hakları teşkilatlarına bununla karşı bazı pozisyonu gösterip ve dokladlar bunu tanqid qilib ko'rsatwadı. Hoş. Nuri əfəndi, bu hazır əlbəttə lager məsələsi Uyğurlara duç kəvətqan, o olub Uyğurların təşkilatları duç kəvətqan ən çoğ məsələnin biri. Əlbəttə, Uyğurların
arzusi bu lagerlar qancha tez bo'lsa shuncha tez taqalsin deydi. Ammo hozir lagerlar taqalsa hamda Uyg'ur tashkilotlari sizningcha qanday bir tayyorliklarda bo'lish kerak? Bu hozir biz duch kelayotgan bu irqiy qirg'inchilik masalasiga Uyg'ur tashkilotlari emas, dunyo jamoatchiligimi bir hozirlik ko'z qarashda yoki fikrda yoki bir harakatda tayyorlik harakati bo'lmagan. Bu hammadamni hayronlik bilan qarshilagan bir voqea bo'ldi. Shuning uchun bu tashkilotlarmi bu hozirgi davom qilayotgan krizisni qandaqsiga bir uzun musofirlik axir bir siyosiy natija chiqadigan, ijtimoiy natija chiqadigan, iqtisodiy natija chiqadigan bir narsaga aylantirish uchun buningki ipida bo'lish kerak deb o'ylayman. Chunki bu siyosatda bu krizisni israf qilmaslik kerak degan bir so'z bor. Hozir naydi cho'ng bir krizisda Yahudilarmi 6 million xalqini qurbon qilish bediliga bir davlati bo'lgan. Yahudilarning tilimi asosiyatdan yo'q qilish girdobga kelib asli qaytib hozir dunyodagi ko'p qo'llangan tillarning biriga aylanyapti. Endi shunday bo'lgandan keyin bu birisida lager taqalgan bilan Sharq Turkiston masalasi, Uyg'ur masalasi hal bo'lmaydi. Buni birinchidan oydinlashtirish kerak. Nima uchun hal bo'lmaydi? Chunki ba'zilar shuni qilamiz yo shu hal bo'ldi deyotganlar bormi? Yo'q, siz zukam bo'lgan chog'da dori yeysiz, ammo dori zukamni butun saqlaydigan dori emas. Zukamni hozirgacha bundaq uzil-kesil saqlaydigan dori yasalmadi. Bu shu symptom of illness degan o'xshash bir kasallikning alomati. Bu kasallikningki butunlay saqlash uchun Beijingga Kommunist partiya qarash kerak. Bu masala, xalqiliq masala. Washingtondagi ilmiy tadqiqot so'rovlarida siyosatchilar orasidagi suhbatlardan bo'layotgan bir so'z temisi shu suning beshilar Uyg'urcha aytgan chog'da. Bu lagerni taqidi degan taqdirdami Xitoylar yana boshqa bir usul bilan lager chiqmagan bo'lsin boshqa usullar, lager taqalgandimi yana boshqa usul bilan Uyg'urlarni yo'qotish buningki harakatlarida bo'ldi. Shunga mencha bu Uyg'ur tashkilotlari lager taqalsin, taqalmasin uzoq nishonliq bir siyosiy plani ve programımızda ve kurulması bo'lishi kerak. Erkin efendi, lager endi taqilish taqalmasligi hozircha albatta aniq emas. Agar lager taqalmasa, Uyg'urlar qanday bir tayyorlikda bo'lishi kerak? Bo'lib Uyg'ur tashkilotlari. Aslında Dünya Uyghur Kurultayı'nın özününki bir uzun müddetlik strateji planı var. Bu 3 basqıçla devam kılıyor. Nihai nişan Şarkı Türkistan'ınki azadlığı. Fakat Xitay bu Şarkı Türkistan meselesi qarıgan çağda bu yerdeki Xitay'nın zihniyetinde toprak muyum, az zemin muyum. Bu zeminde yaşavatkan halk muyum emas. Hem de Xitay'nınki enini siyasetinde bu ya meninga okşaş olduğun millet olsa ya da yokulsa deydiğen bir zihniyet var. Onundan başka bu nation state degen devletini modelini kurgan çağda bir yerde homojen bir cemiyetini berpa kılışga tırışıvadı. Yani Uygurlarını hem cidden Xitaylaştırış degen bir niyetimi var. Onundan başka Xitay'nın ki yeni İpek yolu stratejisini oturup koygandan beri Şarkı Türkistan hem de şu kuruklukta çıkıdığan bir darvazdır. Bu darvaz eğer de yıpılıp kalsa bu Xitay çıkamaydıgan ahval olup kaldı. Şunun Şarkı Türkistan'da bir mukumluğunu qoğdaş Xitay'nın ki yakın zamanını bulup mu 2013'ten beri bir katı siyaseti buldu. Hem de değil ki bir yerde lagerini yıpretken takdirde Uygur teşkilatları ve Şarkı Türkistan teşkilatları onunki koyulan nihai nişanga yani devam kılış lazım. Bu yalğızla minvattan yolunda oturukta çıkılan zörür bir mesele bu kaldı. Bu meselelerini mesela Xitay yakın zamanda bunu yıpretmeydi. Bence netçi grup adamlarını yetiştirip, netçi karar adamını özününki gibiler adamlarını yetiştirip Uygurlarını ben degende Xitaylaştırışga tırışıdı. Yani bu lager meselesi heli bir mezgiligi devam kıldı. Kaçan devam kılamaydı degende mesela Xitayga bizim bop ketdi xalqarada. Ya ki Xitay'nınki iktisatta bir kriz çıktı. Merkez hakimiyet acizledi. Ama yerlik hakimiyetler yani ülke hakimiyetler güçlendi. Aşında bir teyitlerde belki lagerinin yıpılışınınki ihtimali var. Ya ki öz vaxtıda Mao'nunki vaxtıda Xitay'da Laogay deydiğim, müşnün okşap edidiğim, müşnün bir tüzümler batı. Onu hem de müşnün Deng Xiaoping'in vaxtıda
sırtqı içiliş ve reform qilish degan islohotni ilib berish degan vaqtida bu lavja logayni vaqtincha eptashilgan. Ama hozir onunki mavi 21. asrniki modeli bilan ilib beryotidi. Shuningga bu lager uzun bir mezgil yepilmaydi ve yepilgan taqdirda Xitoy Sharq Turkistonliklarga qarshi bu siyosati yine devam qiladi. Yalnızla qilamagan manda bir paytlarda bir qiyinchilik vaqtlarda belki yetish mümkün ama hozirgi ahvolga qaragan chog'da Xitoydagi shu men degan o qiyinchiliklarga texi uchurmadi deb o'ylayman. Nuriy Efendi, sizningcha hamda Uyg'urning masalasi hamda qanday shaklda hal bo'lsa hamda Uyg'urlar rozi bo'ldi yoki xo'sh bo'ldi degandek. Bu bundaq bir nozik masalada ichki omil va tashqi omil birlashgan vaqtda uningki bir hal qilish usulini tep chiqish mumkin. Hozir endi bu davom qilayotgan xalqarodagi bo'libmi Amerikaning yetakchiligidagi tanqidiy fikrlar, qonun tuzilmalarining ijro bo'lishi, diplomatik besimlar bilan bu Uyg'ur masalasi, Sharq Turkiston masalasi hozir dunyo jamoatchiligining bo'libmi Amerika xalqininki ko'ngil bildigan bir masalasi aylandi. Lekin bir narsa kam bo'lyotdi. Yevropada shundoq, Amerikada shundoq, boshqa yerda shundoq. Bu tahdid masalasi, bu Xitoy hokimiyatini qanday ko'rish masalasi. Yana hozir mushu xato ko'z qarash sababidan NBA'ning pozitsiyasini ko'rdingiz, boshqa Amerikaning texnik shirkatlarining pozitsiyasini ko'ryapsiz, Yevropa Birligining, Yevropa davlatlarining pozitsiyasini ko'ryapsiz. Bu tonuş bir qandaq hakimiyet, bularning oq nishoni nima? Bu shundoq ko'p kunduzda shundoq cho'ng nisbatdagi bir xalqni, nopusni shundoq lagerlar solab irqiy qirg'inchilik berayotgan mezgilda bundaq bir hakimiyatlar normal munosabat, normal diplomatik ilm berib ishlar qilish to'g'rimi degan narsani vijdoniy o'lcham bilan, prinsip o'lcham bilan o'lchaydigan yerga kelgan chog'da bu dünya jamoatchiligi qandaqdir bu yerda bir kichik bir masala emas, bir vahimini dunyoga kelayotgan bir vahimini hal qilish tushunchasiga erishganda, masalan bu yaqindan beri digital authoritarianism degan bir hukmni men bu ingliz so'zlaridan so'rildi ochiqlab anlatyaptim. Bu yerda bir tahdid bor. Bu digital texnikani asos qilgan dunyoga mushu hozir mavjud bo'lgan sistemni, demokratik qoida tuzumlarni ve qimmat ko'z qarashlarni mushu Xitoyningki o'zining ziminida Sharq Turkistonda sinaq qilib amallashtirib, siyosiy iqtisodiy tuzilmaga aylantirgan narsani dunyo jamoatchilik qabul qilish degan mushtaq bir tushuncha bor. Bu eng boshda recognition, bu tahdidni tonish kerak. Ikkinchidan buni inglizcha pocketbook issue deymiz. Bu bir davlat hokimiyati, bir ijtimoiy sinfning yanchiqiga portmalığı daxli tarz olduğan bir baldaqı götürüş gerek. Muşundaq bo'lgan chaqda iqtisodiy besim, xalqaro besim ve şikayet, ijtimoiy shikoyatlardan birlashib, ma'lum hokimiyat hukumatni o'zining tuzilmasini o'zgartirishga majburlash mumkin. Bu Xitoy hokimiyatida eng muhim masala shu portmal masalasi. Bularning iqtisodiy manfaatini oqsatmay, ba'zi yetarli ziyonni ko'rsatmay turib, hakimiyetninki siyasetini o'zgartirish mumkin emas. Shunga hozir Amerikaning tutayotgan siyosati to'g'ri. Texnik shirkatlari, ondan keyin eksport, import masalalarida, iqtisodiy masalalarda Xitoy hokimiyatini siqishtiryapti. Buningki mencha eng unumli bir tadbir bo'lganligini ko'ryapman, ana ko'rib yetdim. Sizning demoqchi bo'lganingiz, ya'ni bu Uyg'ur masalasining hal bo'lishi albatta Uyg'urlarning o'zining tirishchanligi bilan lam emas. Bu g'arb ellərinin Xitoy hakimiyyətinin qanday bir hakimiyyət ekanligini, bo'libmi Uyg'urlarni lager solash, hozirgi bu bostirishlar orqali ko'rib tonib, lekin g'arb ellari ilgari xuddi Sovet ittifoqini bir taraf qilgandek shunday qilmoqcha bu o'zgarmaydi demoqchimi? Albatta, bu qonunchilikda masalan mening kundalik hayotim biz eng boshda masalani tonib yetamiz. Masalani tonib yetgandan keyin uni hal qilishning usulini. Uningki ambitious deymiz, nayt ulug'var nishoni oldu ve qabul qildigan bir nishon oldu. Mujaq nishon bilan qadam bosqich bilan nishonni belgilab qo'yib, qadam bosqich bilan hal qilish kerak. Hozir endi abay boshda degandek, o'sha hozirgi siyosiy muhit Uyg'ur xalqi, Sharq Turkiston xalqi uchun bir siyosiy fursat deb tushunaman. Qirg'inchilik bo'lyapti. Hatto bu Angliyaning ITV kanalidagi bir soatlik bu hujjatli filmda Xitoy bir saxtisini bu ziyorat qilgan bir nimba. Onda deydi biz Uyg'ur xalqini aldab
o'qitimiz deb turumlarga kirib oldik. Bular sarang oldu. Bularni jamiyat qo'yib bersak, ijtimoiy jinoyatchiga aylandi. Shuning uchun bizga hozir eng muhimi ro'y kasalliklar doktorxonasi deb atadi. Harkin efendi, sizningcha hozir endi bu g'arb ellerinin, Amerika boshliq g'arb ellerinin hozir Xitoyni tonib, ya'ni Xitoyni tahdid deb, Xitoyga endi xuddi ilgari Sovet ittifoqiga qarshi turgandek bunda bir jasoratga keldimi? Sizning bilishingizcha? Bence o yüksek bir nokta kelmedi ama başlanışı hazır buluvadı. Hem de bunu Mavi Sovyet ve Mavi Amerika'nın zamanındaki soğuk canga okşutuş ne okşuması mı? Aşının okşaydıgan yeni tipteki bir soğuk cangının ki meydana kildiğanlığını tahmin kılış %40 buludu dep oylayman. Bu eğer de iki tarafının ki Amerika ve Xitay'ın arasındaki hegemonya güç ile yeni yükselen güçlerin arasındaki bu dokunuşluklardan başka yani bir nesi var G'arbninki kıymet karaşları. G'arblik bo'lgan bo'lsa bu kıymet karaşları bile G'arblik. Şuna çıkar Xitayning bu G'arbliklarninki kıymet karaşlarına karşı çıkmadı, özüninkini tiklashga tirishadi. Kelgusida muşunda bir ideoloji uruşma yani meydana keladi deb o'ylayman. Undan keyin Xitoy yükselgandan keyin Mesela 19. Kurultayda Xi Jinping'in bir ifadesi vardı. Yani 2020'de namratlıkını yoktu. 2035'te dünyanın en çok devlet ile teng buluş ve 2050'de cihangir devlet buluş. Yani demek ki Amerika'nın yerine amaçı. Amerika'nın yerine iliş için dünyaya yeni bir ideolojine ekiliş lazım. Yeni bir kıymet araçlarına ekiliş lazım. Ama Xitay'ın ki hazır bunda nime yumuşak güç diyen bu güç yok. Bugün eğer de rastlı güçlengen olsa dünyanın ki nurgun devletlerinin ki ensreşine peyda kılıp koydu. Olup mu Xitay yükselgen sıra hoşun devletlerine doğru güçlendiremedi. Biz güçlensek sizlerge mandak yakşılık kılımız, anda yakşılık kılımız diyen gap yok. Tayvan'ı, Hong Kong'ı, Japonya'nı hatta Üşürüm bozma Moğolistan ve Kazakistan'da mı teklif kılıvatıdı. Yani özününki şu derslik kitaplarda tarihini anlatkan vaxtıda şu 1,20 milyon kilometre karelik bir toprağını tatkız koyganlığını ve bu Xitay'nınki zemini boğanlığını muşlarını anlatıvadı. Bu hoşun devletlerini ensreşke salıdı. Yani jığıp kelgen çağda Xitay'nınki aldığımızdaki 20 yılda dünya ile maslaşamaydıgan manda bir ahval çıkıdı. Yani bir lökçek var, ben bildiğinimle kılımen Süleyman'a biat kılınlar deydiğim bir hal var. Bu hal Xitay'ın düşmanlığını köpeytirdi. Bu köpeytişi G'arbliklarning ki hemkarlık kılışıyla Xitay'a bisim işletiş mümkün. Hazır hem de bazıları şu kıymet karaşlarını qo'llab Xitay'a bisim işletiyordu ama bazıları Xitay'da menfaat var olup mu şu siyasi iktisadi menfaattan tüpeyli menfaat var deb isliyordu. Ama bu bağın sırrı Xitay'ın ki ebekimez dep kelgen o alaytlıkla oturup çıkan sıra dünyada Xitay'a karşı manda bir hareketler peyda buluş mümkün. Öz vaxtıda mesela 1900 yılında 8 devlet birlikte Xitay'a hücum kılgan. Aş vaxtıda Manchur imperiyasına men müşunda bulumen sen nime deyse dep aşında bir pozisyada boğan. Şununla Xitay'ın ki kelgüsü xatarlik. O siyasi işçideki partinin işçideki cidallerini merkez hükümet ve ülke hükümetinin arasındaki cidalini hükümet ve halk arasındaki cidalini tek sözleşmedi o. Tek bu iktisadındaki nurgun banka, şu pul muamelesi sistemindeki kanda bozukluğunu tek demiyordu. Yani Xitay Şarkı Türkistan'a bu kılıvatkan zulüm bile birlikte Xitay şu bunun dünyada en yaman eski bir devlet bulup tunuldu hem de. Bunu obrazı müşnak şekillenirdi dep oylayman. Nuri Efendi bu 24 oktyabr günü yani Amerika'nın muavin prezidenti Mike Pence Wilson merkezi söz qilganda Xitoyni hem de Amerika'nın stratejik raqibi dep e'lon qildi. Bundan sart yana Xitoy hukumatini bo'lib uchun Tayvandek bir erkin bir davlat bo'lib shakllanishni xohlaydiganligini o'tirib qo'ydi. Bundan sart albatta yana Amerika bilan Xitoy orasidagi siyosiy, iqtisodiy va harbiy jihatdagi masalalarni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Ama sizningcha Amerika hukumatining hozir o'zining maydonini, o'zining qimmat ko'z qarashlarini hamda buni qo'g'dagan shaklda Xitoyga bunda signal berishi hamda nimadan derak berdi, ama Uyg'ur qanday bir foyda keldi? Bu Amerika hukumatiningki bo'lib mazıq Trump hukumatining tutgan pozitsiyasi bipartisan deymiz.
bu partiya chegirisi, siyasi göz qarash chegirisi ayırmaydigan bir ortak fuqum aylandı. Bu bir ijobiy tarafi hozirgi shu Xitoy siyosatininki. Yani bununki bu chertojni sizayotgan shu ommaviy sorun deyilayotgan suhbatlarning qalam tavratkichilarning suhbatda o'tirib paranglashganda biz bularda bir uyg'unish tuyg'usining bo'layotganligini his qila olamiz. Ondan keyin bu siz Amerikada uzun yaşadınız, benim 20 yıl oldu. Ben bu hazırki derecedekidek bu Amerika'nın yukarı seviyedeki, yukarı mensepteki emeldarlarının, tədqiqatçılarının, mütəxəssislərinin her günü de gidek bu Uyghur meselesini, Xitay meselesini xalqıga tanıştırışıdan bularning yeni bir Xitay stratejiyasini tuzayotganligini ko'rib yetdim. Hatta o'tgan haftadagi shu nimada guvohlik berish yig'inidan keyingi suhbatlarda bu hozir zadım şu Mike Pence'nin bu ikinci qitim tashqi siyosat nutq so'zlashi bu orqali birisi jamoatni uyg'otish, ikkinchidan necha yildan beri Xitoylarga yumshoq pozitsiya turayotgan tijoriy dunyosini sening Xitoy hokimiyati 20 yildan beri biz tijorat munosabatini qo'yqlashtirsak, iqtisodni yaxshilab bersak, bular xalqaro sahnasiga biz bilan baravar qo'l tutib kirdi degan bu hamoqatlik ko'z qarashning nokta qo'ydigan yer keldi. Sizlarning manfaatinglarga daxl tarz uchratadi. 20 yildan beri sizlarningki tushuk tamaqinglar bo'lyapti inglizcha bu nim bilan tushuntiryapti. Andan keyin bu qonun jihatdimi hozir qaraydigan bo'lsangiz Uyg'urlar qonun chiqaryapti, Hong Konglar qonun chiqaryapti. Undan keyin Tibetlarga yangi qonun chiqarmoqchi. Bu yerda whole of government deymiz, butun sistemlashgan hükümet, ictimai qonun tuzish organlari birlashgan matbuot bir Xitoyga nisbatan bir uyg'unish. Bu Xitoyniki sistemasiga crack deymiz, chekni, chak chiqarish. Ondan keyin bundan kengaytib bir natija chiqarishdek mushtaq bir yangi to'lqinni ko'rib yetish kerak. Buni boshqa davlatlar his qilish kerak. Hozir bu Amerikaning yetakchilayotgan bu eksperiment qilayotgan, ya tajriba qilayotgan bu Xitoy siyosatini bu boshqa davlatlarmi xuddi bu qattiq pozitsiya tutsak, Xitoylar munosabatimiz yirik bilishida emas, bu her ikki odamga, insoniyatga, hatto Uyg'urlarga o'xshash izlayotgan xalqqa foydasi bor deydigan mavqe bilan, maydon bilan o'tirg'i chiqish kerak. Erkin apandi, oxirgi savol, endi buningda agar hozir Xitoy hukumati masalan Tibetliklarga munosabat qilgan chog'da bo'libmi, Dalay Lama o'tir yo'lni tanlagandan keyin uning vakillari bilan bego'na chiqdim suhbat o'tkazgan bo'ldi. O hesabda endi Tibetliklarning bildirishicha mag'lubiyat bilan oxirlashgan bo'ldi. Bu 1997-yili Angliya Hong Kongni Xitoyga qaytarib berishdan burun Deng Xiaoping qo'pib bir davlat ikki xil tuzumni o'rnatamiz Shanghangda, Hong Kongda. Ya'ni Hong Kongning sistemasi siyosiy iqtisodiyotimiz bo'lsin 50 yilgacha o'zgarmaydi dedi. Hong Kong Xitoyning qo'liga o'tib 20 yil bo'lmagan vaqtda bu bir davlat ikki xil tuzum siyosati hisobda yo'qolib, hozir Xitoy hukumati Shanghangni, ya'ni Hong Kongni xuddi Xitoyning ichki qismiga o'xshash qarab kelmoqda. Ham Hong Kong xalqi bundan qattiq norozilik bildirib, bir qancha oydan beri ko'chalarda norozilik bildirib, Xitoy hukumatining bu xil qarshini, ya'ni bu qo'llamadi, ham bostirishlarga qarshi turdi. Shu an sizningcha, agar Xitoy hukumati qo'pib Uyg'urlar yoki dunyo Uyg'ur qildiga, biz sizlar o'tir yo'lni tanlasanglar, biz suhbat bilan hal qilamiz bu masalani. Va yoki biz bu sizlarga bir davlat ikki xil tuzum shaklida masalani hal qilamiz deb oldinglar kelsa, buningga qanday qaraysiz? Ham buni qabul qilib olamdi? Ben bu Xitoyninki bu gaplariga ya da qanday takliflarga pek ishonmayman. Qachon shu Xitoyning beshig'i bir dard kelgan chaqda, amalsizlik qolgan chaqda balki abaqi takliflarni sunish mumkin. Ama hozirgi paytda bunda takliflarni sunmaydi deb o'ylayman. Sunsima bir taktik bir rolda bo'ladi deb o'ylayman. Shunga Uyg'urlar 135 yillik mustaqillik hareketinden bir tecrübe ilish lazım. Yani Xitoyning gapiga ishinib ketish o bir ahmaklık deb o'ylayman. Çünkü şu eğer de 18-19-20 asrdagi Xitoyga borgan missionerlar ve shundaqlar g'arblik olimlarning asarlari qaraydigan bo'lsanglar, hammasida o'rtaq bir ko'z qarash var. Hem xalqning ko'z qarashi var, bir noktada o'rtaq bor. O bo'lsa Xitoyning yolg'onchiligi. Çünkü Xitoyning yolg'onchiligi hem Ko'ngizning ideyasida bor, hem de so'nggi urush san'atida bu gaplar var. Yani işçilikini hiçbir zaman sırtı kösetme. Çünkü o seninki zafiyetin, senin acizliğin.
Şununla üzerine yüşürse deydi. Şununla Xitay şu yağan gap turup siyaset kılıp jügeçke ve siyasette galbiyet kazanamasa menimki bu yağancılığım işi yarmaptı dep manda qaraydigan bir millet. Ama Garp devletlerde bulup mu şu Allah'a işindiğen bu Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlar bolsun, bular hemsi yağan yapılışını mani kılgan bir cemiyet. Şunun ertesi bu yağancılığını kögen sırı, tonugan sırı Garp devletlerinin bisimima köpeydi. Ama Uygurma Xitayning hoşun bulup yaşaganlığın bu alaytlıklarını biliş lazım. Uygurlar özününki bilgen ve özününki koygan nişanga yani desep neyiş lazım. Hem de hazırki peytte, aldığımızdaki 20 yılda Uygurlarga kelgen bir fırsat yaman nime, 100 yıldan beri kelgen en çok bir fırsat hep görme. Hem fırsatlar sap krizlerde buludu. Şununla ma fırsatını eğer de işiltuvamızsak, halkarada peyda bulup, Xitay yükselip, Xitay onun dünyanın düşmanı bulup, bir yönmüşke karab, Uygurlar derhal yeni bir planlarını, stratejilerini kurup, şu fırsatını yaxşı tutuş lazım. Aslında ben dünyanın şu Xitayga teşkil kıldığım bisimlerden ensirəşim yok. Uygurlar şu fırsatını kaçırıp koyamı gideydiğen ensirəşim var. Rahmet Erkin Efendi, rahmet Nuri Türkel Efendi. Bugün bu söhbətə qatışıb bəginanlığa. Hörmətli görənlər, bugünkü proqramımızı görüb bəginanlığa köp rahmet. Kila qitim görüşküçə xuş vaxt olun.